Wow. Wow. Buni qara, nonni nozlanib yeydi. Ha, ko'zingga surtib yemaysanmi? Yana bitta wow. Dadao, biz keldik. Voh, yenang emgir. Hintlarni bo'yni qanday og'rimay ekan-ey? Bu girsh-girshga. Dadajon, tanishing, keliniz. Bunday yalang oyoq bizga keragi yo'q. Nahi? Yalang oyoq emas, tapchikasi bor. Ha, unda kiringlar. Dadangizga nima qilgan? E'tibor qilma, yoshlikda ko'p indiskini ko'rgan. Yur. Sen hindular shahzodasisan. Simba. Qochbo'yiz olayda. Kelin. Sen nimaga qarab turibsan? Ol. Olib keldingmi? Voy, bilyard. Shu bobonga bitta stol tennis olib bermasang, idish tovoqni rasvo qiladi. Olib keldingmi? Buvijon, nima aytdingiz? Nimani bo'laydi? Tomoq og'riq dori olib keldingmi yo'qmi? Olib bersang o'lasanmi, hindu? Boboyz ham yoshligida ko'p kino ko'rganmi? Yo, buvam yoshlikda italyanskiy mafiya bo'lishni xohlagan, tezroq yur, bizdan sindiradi qo'zib. Xotinim so'rayman. Sohib, uni kechiring. Assalomu alaykum. Rossiyadagi andijonlarim, sizlar uchun yangilik. Endi pulingizni Anjir Pay orqali O'zbekistondagi Uzkart, Humo, Visa kartalariga yuborishingiz mumkin. Pulingizni naqd pul ko'rinishida ham tashlasangiz bo'ladi. Bundan tashqari, kommunal to'lovlarni ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Eng qulay kurslar Anjir Payda. Gap yo'q, pulni olgandan keyin luboy joyga reklamani suqadi bular. Kina ko'rishga ham qo'ymaydi. Dadajon, o'g'lingiz menga qo'l ko'tarmoqchi bo'ldi. Kelin, nega girish o'ynayapsiz? O'shqatolmaysiz. Boring boshqatdan tayyorlanib keling. Kelin, xolodilnikka 7 ta pomadir qo'ydim, 6 ta qolibdi. Bittasi qani? Ana, dadangiz endi Ahadxon kinosiga o'tibdi.